Ba'zi ayollar bor, ular ayol emas, tergovchi. Kim bilan gaplashgani erini, kim bilan yozishgani, qayerda ekanligini doimiy tarzda so'roq savollar bilan tekshirib turadi. Hattoki telefon muloqotlarida ham qayerdasiz, nima qilyapsiz deya erini tergashni boshlaydi. Erkak kishi bunday munosabatdan soviydi. Erkak kishini bunday nazorat bilan ushlab qolish mumkin emas. Erkak o'zini yengil, erkin, xotirjam his qilgan muhitdagina siz bilan umrini o'tkazadi. Ayolni tergovchi bo'lib qolishini ham o'ziga xos psixologik sabablari mavjud. Birinchidan, qo'rquv. Turmush o'rtog'ini yo'qotishdan qo'rqqan ayol doimiy tarzda unga yopishib bo'ladi. Ikkinchisi, ishonchsizlik. Ya'ni kim munosabatlarda ishonch tushib ketgan bo'lsa ham ayol tergovchi roliga o'tib oladi. Va uchinchi sababi xiyonatning og'ir ildizi. Ya'ni erkak kishi ayolga xiyonat qilgan va ayol buni hali unutmagan. Hamda mana shu xiyonat erkakni nazorat qilishga olib kelyapti. Unutmang, nazorat qilish juftlikni yoki juftingizni yoningizda saqlab qolmaydi. Shunchaki nazorat uni sizdan charchatadi va uni sizni tark etishga majbur etadi. Munosabatlarda ishonch, hurmat va sevgi bo'lmas ekan, har qanday nazorat foyda qilmaydi.